Siz aziz hamshaharlarimiz uchun Yevropaga Zarafshon rasmiy dillilik markazidan hali hech kim qilmagan eng katta mega aksiya. Ushbu mega aksiyamiz shundan iboratki, hozirgacha Nexia 3 Gentra Cobalt avtomobillariga metan ustanovkamiz 6,5 million 6 million 700 qilib belgilangandi. Endilikda ushbu avtomobillarimizga metan uskunalari 6 million 100 ming so'm qilib berdik. Propan oborunlari esa hozirgi kungacha full komplektda termotrubkalar bilan 5 million so'm edi. Xuddi shu komplektatsiyani endilikda 4 million 300 ming so'm qilib belgiladi. Full komplektdagi Evans blogi qo'yilasi bilan propan ustanovka qilish narxlari oldin 6,5 million so'm edi. Hozirgi kunda esa xuddi shu komplektatsiya bilan 5,5 million so'm qilib berdik. Hamda har qanday jiddiy jismoniy avtomobillarimiz uchun propan ustanovkasi oldin 12,5 million so'm bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 10 million 500 ming so'm qilib qo'ydik. Aksiyamiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun pastda telefon nomerini qoldiramiz. Hamda bu videoni avtomobil olib, gaz qo'ydirishga qiynalib yurgan yaqiningiz yoki do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.